Tez yuring qaynota oshdan ham kech qolyapmiz. Muncha minqillab yuraverasiz. Ya kuyov yosham o'tib qoldi-da. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Ertalabda konfiyatingizni ko'tardikmi? Biz bundan juda ham xursandmiz. Akalar, biz xudo xolasa Andijonga konteyner mahsulotdan tom yopish xizmatiga kelganmiz. Xudo xolasa sizlarga batafsil ma'lumotni beramiz. Maza qilasizlar. Uydaysizmi, bog'chadaysizmi, maktabdaysizmi, xohlagan ob'yomingizda akalarimiz bitirib beradi. Aka, xudo xolasa ishlaringizni ko'rdim, zo'r ekan. Yaxshiligi uchun aka xalqqa ilinyapmiz. Aka, mana shu xizmatimizni shu bog'chaning tomini nech puldan yopib berdik aka? Assalomu alaykum aka. Aka, shu bog'chamiz tomini aka 150 mingdan 300 minggacha xizmat ko'rsatyapmiz. Bu tomimiz 180 ming atrofida tushdi. 12 metrga 40 metr joy, 90 million so'mga materiali, xizmati, usta haqi bizning zimmamizga tushdi. Uyda egasi tunuka olib beryapti. Xotirib berish xizmati ham ichida. Voh, ana akalar haqiqatan zo'r narsa ekan. Xudo xolasa bemalol pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Akamlar, aka O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamizmi? O'zbekiston bo'ylab yuramiz aka. O'zbekistonning har bir viloyatida ishlarimiz bor. Qiziqqan odamlar aloqaga chiqsa, har bir joyda lokasiyasini tashlab beramiz. O'tib joylarni ko'rib, qiziqib, ishonch hosil qilgandan keyin aloqaga chiqsa bo'laveradi. Akalar, har bitta viloyatdan aloqaga chiqaverasizlar. Akamlarda har bitta viloyatda ishlar bor ekan. Ko'rib, ishlariga ishonch komil qilganingizdan keyin bemalol aloqaga chiqaverasiz. Siz uchun Janob Juhan nomidan chiqdim desangiz, cho'tkilab narxlarni ham skidka narxida aka. Xudo xolasa bemalol akalar aloqaga chiqaverasizlar. Sizlarga hech qachon yomon narsani tavsiya bermaymiz. Har doimgidek joninglar sog' bo'lsin.